Assalamu alaykum kasbdoshlar. Biz bugun alt ekstremitə so'ngaklarının içidagi yo'ti so'ngki va lipak so'ngki bilan tanishib chiqamiz. Yo'ti so'ngki inson badanidagi eng uzun so'ngak. Lipak so'ngki bo'lsa, mana shu tizimimizga joylashgan so'ngkimiz shu. Qo'ylarning go'shtida g'ajilashni eng yaxshi ko'radigan to'piq so'ngki bor. Ana shu to'piq so'ngkini lipak so'ngak deb ataymiz odam badanida. Hatto an'anaviy o'yinlarimizdan to'piq o'yini bor. O'zaro do'stlik va sadoqatmandlikni sinaydigan, hushyorlikni oshiradigan. Undan olsa biz birlikte yo'ti so'ngki va lipak so'ngaklarni ayrim-ayrim ko'rib chiqaylik. Mana yo'ti so'ngkimiz, ya'ni femur. Femurning 2 tane uchi bor, 1 tane gövdesi var. Das so'ngkimiz bilan bo'g'im hosil qilgan bu uchini biz caput femoris deb ataymiz. Ya'ni femurning beshi. Mana shu caput femorisning ichida 1 tane o'yman bor. Bu o'ymanning ismi fovea capitis femoris. Mana shu o'ymandan ligament chiqib, das so'ngki bilan tutishib bo'g'im hosil qildi. Mümkün bu işlerinde köygünler collum femoris, yani boyni. Ondan keyin mana bu yerda cho'ng teshig'i chiqib turgan bir hurrak bor. Buning ismi trochanter major. Cho'ng bo'lgandan keyin cho'qim kichikmi bo'ldi. Mana orqaroq joylashgani trochanter minor. Bu ikki hurrakning o'rtasiga joylashgan siziqni linea intertrochanterica deb ataymiz. Sindil chiqib turadi hurraklar orasi siziq. Caput femorisning bor bo'lgan tarafi har zaman medialga joylashgan bo'ldi. Chunki das so'ngkimiz bilan bo'g'im hosil qilganligi uchun. Undan keyin trochanter major bor bo'lgan taraf har zaman oldi taraf bo'ldi. Mana rasmda ko'rgan mushlarning hammasi amaliyotda femur so'ngkininki oldidan ko'rinishi. Hamda biz birlikda keyindan ko'rinishini ko'rib boqaylik. Undaq biz bayam o'rganganlarimizning keyindik ko'rinishini ko'rib turib deb boqamiz. Mana beshining ismi nimati? Caput femoris. Caput femorisning uchidagi o'ymanning ismi nimati? Fovea capitis femoris. To'g'ri deb atamizlar, o'zingizlar bir sinab yiqinglar. Unki mana yeshil rangdagi yana ismi nimati? Collum femoris, ya'ni bo'yni. Undan keyin menda bir cho'ng hurrak bor ekan. Bu hurrakning ismi nimati? Trochanter major. Ondan keyin mana bu yerda bir kichik hurrak bor ekan. Kichik hurrak orqadan yaxshi ko'rindi mana ko'rganinglardek. Buning ismi nimati? Trochanter minor. Undan olsa keynida biz bayam ko'rmagan ba'zi tuzilishlar bor. Hurraklar orasi siziqni oldidan ko'rgan vaqtimiz nim deb ataydik? Linea intertrochanterica deb ataydik. Keyndan ko'rgan vaqtimizda u bir siziq emas, qiri bo'lib chiqadi. Şu an bunun ismi crista intertrochanterica, ya'ni hurraklar orasi qir. Undan keyin mana trochanter majorning qishida o'yman bor. Bu o'ymanning ismi fossa trochanterica. Femurning ish kuchi bor degan to'qayan bir uchun so'zlab bo'ldik. Endi aslida uchi, ya'ni tizdagi bo'g'imni hosil qilgan uchun so'zlaymiz. Mana ko'rgan yeshil rangdagi tuzilishni biz condylus medialis deb ataymiz. Buni bo'lsa condylus lateralis deb ataymiz. Qo'rqmay medial va lateral deyilishimiz sabab nima desanlar, bayamida deb o'tib ketgan to'q caput femorisning bor tarafi har zaman medial. Mana shu condylus medialis bilan condylus lateralisning o'rtog'iga joylashgan mana yuzni biz facies patellaris deb ataymiz. Birozdan keyin ko'rgan lipak so'ngkimiz bilan bo'g'im hosil qilgan yuz. Mana yeshil rangdagi tuzilishni bo'lsa epicondylus medialis deb ataymiz. Epi degan gap usti degan gap. Ya'ni condylus medialisning ustiga joylashgani epicondylus medialis, condylus lateralisning ustiga joylashgani bo'lsa mana epicondylus lateralis. Endi bu tuzilishlarni keyindan ko'rib boqaylik. Mana qaraydigan bo'lsanglar, avval lateralmi, medialmi buning bir hukm qo'yaydi. Caput femorisning bor tarafi har zaman medialdi. Undan xo'sma yeshil rangda ko'rganimiz nima? Lateral. Condylus lateralis. Bu bo'lsa condylus medialis. Condylus lateralisning ustiga joylashgani epicondylus lateralis. Condylus medialisning ustiga joylashgani bo'lsa epicondylus medialis. Endi bayam oldida ko'rmagan, lekin keyinda bor bo'lgan tuzilishlardan ikkini ko'ramiz. Mana yeshil rangdagi o'ymanni bo'lsa fossa intercondylaris deb ataymiz. Buning ustida mana seriq rangda bo'yalgan bir siziq bor. Buning ismi linea intercondylaris. Shik uchini so'zlab bo'ldik. Endi biz bu shik uchining o'rtasida qolib qolgan gavdasini ko'rib chiqamiz. Ko'rganinglardek oldi yuzda gavdasida so'zlaydigan ortiq tuzilishlar yo'q. Shunlashqa keyingi bevosita o'tib ketamiz. Qaraydigan bo'lsanglar, mana bu yerda bir hurrak bor. Bu hurrakning ismi tuberostas glutea. Sag'ri so'ngkidagi bir muskulning tutishadigan yeri.
Trokhanter minörünün astığı joylashgan bir sızıq var. Bunun bir muskul tutuşudu. Bunun ismi linea pectinea. Onundan keyin mana shu gavdasida yeyilib uzun kelgan bu sızıqning ismi linea aspera. Bu sızıq əməliyyatda ikki sızıqning birlashishidan tuzildi. Medialga joylashganini labium mediale deb ataymiz. Lateralga joylashganini labium laterale deb ataymiz. Onundan keyin astiga kelgan seri candidus bor. Candidus medialisning ustiga to'g'ri kelgani linea supracandilaris medialis degan sızıq. Candidus lateralisning ustiga to'g'ri kelgani bo'lsa, linea supracandilaris lateralis degan sızıq. Bu shu. Linea supracandilaris medialis bilan linea supracandilaris lateralisning o'rtasida joylashgan bu yuzni biz facies poplitea deb ataymiz. Femurni yana bir qaytam yig'inchoqlaydigan bo'lsak, caput femoris, buning ichidagi bir o'yman bor, fovea capitalis femoris, undan keyin bo'yni collum femoris, undan keyin cho'ng hurrakning ismi trochanter majority, kichik hurrakning ismi trochanter minority, ikkisining o'rtasidagi sızıq linea intertrochantericati. Undan keyin trochanter majorning keyinida bir o'yman bor, buning ismi fossa trochantericati. Yana o'xshash bu keyinning ko'rinishi, faqat farqli bo'lgan crista intertrochanterica bor, ya'ni oldidagisi linea intertrochanterica, keyingisi bo'lsa crista intertrochanterica. Undan boshqa keyinda yana bir hurrak bor, buning ismi tuberostas glutea. Undan keyin trochanter minorining ostida bir sızıq bor, bu sızıqning ismi linea pectinea. Gavdasidagi mana uzun sızıqning ismi nimati linea aspera. Linea aspera ikki tal sızıqning birikishidan tuziladi. Medialga joylashgani labium mediale, lateralga joylashgani labium laterale. Astidagi uchuq qaraydigan bo'lsak, epicandylus lateralis, epicandylus medialis. Buningga mos holatda candylus lateralis bilan candylus medialis bor. Aldıda lipak sönkü bilan bo'g'im hosil qiladigan yuzni facies patellaris deb ataymiz. Keyindagi bu o'ymanni fossa intercandilaris deb ataymiz. Bu ustidagi sızıqni bo'lsa linea intercandilaris deb ataymiz. Mana miyadagi sızıqni linea supracandilaris medialis deb ataymiz. Bu yerdagisini bo'lsa linea supracandilaris lateralis deb ataymiz. Bu ikkisining o'rtaroq joylashgan bu yuzni bo'lsa facies poplitea deb ataymiz. Endi kelaylik patella, ya'ni lipak yoki bo'lmasa to'piq so'ngki. Mana qarag'aninglardek 3 burjaklikroq so'ngak bu. Bu oldi yuzi facies anterior deb ataymiz. Bu bo'lsa bo'g'im hosil qiladigan ya'ni femur bilan chaplashib turadigan yuzi. Bu yuzni facies articularis deb ataymiz. Ma ostidagi ushliq kelgan yerni apex patella deb ataymiz. Ya'ni lipak uchi. Ustidagisini bo'lsa bazis patella deb ataymiz, lipak tegi. Demak, patella so'ngkida faqat bilib oladigan nima bor desa, facies anterior, facies articularis, ustini bazis patella, ostidagi ushliq yerni bo'lsa apex patella deymiz. Darsning oxirida foydalanib qo'yishinglar uchun xitoycha va uyg'urcha selishtirmalik rasm qo'yildi. Shunday hurmatli kasbdoshlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Hammanglar uchun manfaatli bo'lishini tilayman.